O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-noyabrdagi tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida joylarda tadbirkorlik subyektlari bilan tizimli ishlash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Madaniy meros agentligi tomonidan Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirokida seminar-treninglar tashkil etildi. Unda muzey, qo'riqxonalar va madaniy meros obyektlarida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar, biznes-ombudsman, savdo-sanoat palatasi hamda boshqa manfaatdor tashkilot vakillari ishtirok etdi. Seminar davomida tadbirkorlarga madaniy meros obyektlaridan foydalanish qoidalari, huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari, shuningdek madaniy meros obyektlari bilan bog'liq faoliyat davomida duch kelinadigan huquqiy masalalar yuzasidan maslahatlar berildi. Mutaxassislar tadbirkorlarning savollariga javob berib, ularga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish, litsenziyalash va ruxsatnomalar olish tartiblari haqida ham batafsil tushuntirishlar berdi. Ushbu seminar-treninglar tadbirkorlar huquqlarini ta'minlashga xizmat qilish bilan birga, ularni madaniy merosni asrash va undan oqilona foydalanish masalalarida ham xabardor etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.